Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve muhterem, suyumlik Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Dünyanın türlük bulunğuçqaqlarida musafir ve muhacir bulup yaşayatgan Uygur qarindaşlarım. Allah hamdülillah olsun ki yeni bir qatim yüz görüşüp otimiz. Bu qatim temimiz başqarak. Ötkende Teklemekan Uygur Kitapxanası benim iki kitabımın neşirden çıqqanlığını ilan qilgandi xabarlarga. Şu vaqtda men bu kitap qo'lamga tekkanda kitapni qo'lamda tutib turib kitap haqida bir so'hbat qilaman degandim. Şu va'daga binoan kitapni qo'lamda tutib turib bu so'hbatni qilmoqchi. Manlarga Allah'ın güzel salamları olsun bu münasebet bilen. Kitapның ilanı berilgen vaqtida şola haqqida azroq maqtanib qolgandim. İnsanlarda bo'lsa kerak. Üzemge yarab ketken bu haletni Emir Temurning şiiri o'ziga yarab ketganligiga o'xshatgandim. Yodinglarda bormi? Belkim bu nima gapdi deb o'ylab qolgansizlar. Chunki Nasriddin apandimning gapini qilganim uchun buning keynida cho'qim qiziq bir latifa bormikina deb faraz qilganlar bo'lgandi. Bugun yaman kayfiyatimni tanishib olish uchun bo'lsinmi, gapni shuningdan boshlasam, kayfimiz sal ko'tarilib qolarmikin deyman. Bu latifani deb birishdan burun qisqa bir qistirma qilib qo'yay. Umuman havaskorlar yoki shoirlarning havaskorlari, shoirlar havaskor vaqtida ba'zi qilmish etmishlari o'xshab ketishi kerak deb o'ylayman. Men shunday qildim. Men she'r bilan boshlagan chunki yenidan bir narsa yozsam she'r deb yozdim bu narsani. Ama hozir she'r yozsam deyolmadim. O'zimga bekli yarab ketadi. Şu angacha yozganlarimning eng isili mushu deb o'ylab qoladi. Aradan hafta 10 kun o'tib yana bir o'qib o'zim huzurlanmoqchi bo'lganimda hijolatdan qochadigan yer izlashga to'g'ri keladiki, heliq she'rim shunday berbat bir narsa ekanligi bilinadi. Keyin yozganim yana shunday yaraydi. Ma'lum vaqt o'tganda o'qisam yana shunday berbat. Menimcha havaskorlarning hammalarining o'xshash ketmishi bo'lgan deyman. Havaskorlikdan kiyimmi o'xshash ahvollar bo'lib qoladi. Asli gapimizga kelsak, Emir Temurmi zamonasining bilarmanlarining hammasida she'rga havasi bor bir podshoh ekan. Bir kuni bir she'r yozib shunda huzurlanibdi. Shunchalik yarabdiki, xo'shlikni ichiga patirolmay boshqalar bilan o'rtoqlashgisi keldi. Vezir vuzra akabir ashraflarini saroyga chaqirib bu she'rni o'qib beqishga, andan baholab beqishga buyurdi. Orada ahli podshohning she'rini qanday baholasam, hammasi xushomadchi, hammasi yaloqchilik qilib ketganning ustiga she'riyatni tushunadi deysizlar.
Degендekler ular şiirini okup ağzı tegmey maqtışıp şalısını çekişipti. Anda balagatlikey, manda pasahatlikey, tili nime degen güzel, kapısına kadar toplayışıp gep tügümeyle kaptı. Emir Temurning tuyuqsizlik tutib qapti. Aslida o'z-o'ziga achchiq kepti. O'ylabdiki, bu yalaqchilik she'rini tushunamdi. Mashunda ahli bo'lmagan odamlarning bahosini anglayman deb she'r ko'rsatgan mana bir ahmaq. O'zanga ozda ichida o'z-o'zini masxar qilib, teshida o'rda ahlini yenidan qo'g'labdi. Bekmi tabobdi. Rasta futtu kelgan odamlarga she'r baholatganmi ishmi? Birdilla Emir Temurning yodiga Nasriddin apandim kepti. Shalaqi bizning Nasriddin apandi. Kepti-da birdilla ko'ngli yo'rib, voy ahmaqliqim. Apandimni chaqirib, shuning bilan qilmayman bu she'r haqidagi mutailini. Deb o'ylabdi. Navkar, labbay oliylari, yugura. Nasriddin apandimni nadim bo'lmasin tepib, shuvanning o'zida huzurimga hozir qilib. Köp etmeyle Nasriddin apandim tepib kelinibdi. Padişah apandimga xeyli tavazu bilan iltifot ko'rsatib, o'ltirishga taklif qilibdi. Apandi o'rniga joylashib olgandan keyin gap boshlagan padişah debdiki, apandim, bugun bir parcha g'azal yozib qoldik. Manda güzel she'rni muqaddam oxiri yozib baqqanimiz esimizda yo'q. Özemge o yaradı, ama özemge yarısı ne mi ma'na? Şunu silini çakırıp, muşu şiir üstüde bir mutayili qilishni xalab qoldik. Bunu bir o'qib ko'rsizlar. Talab shu, nim bo'lsa shuni deylar. Xoshamat yo'q, maqtash yo'q, rost gapni qilinglar. Har qanday bo'lsa, bugun haqiqiy bahoni bilgin bor. Shunga rost gap meni ranjitgan taqdirdimi, gunohga buyurmayman. Rasma, deb apandimi vaziyatni tushuntish uchun. Ras, har qanday gunoh kechirim. Apandim she'rni qo'liga olib o'qishga boshlabdi. O'qigan sari rangi buzilib, chiroyi masxiralik tusabdi. Oxirida o'qib bo'lib, she'rni shiraga qo'yibdi-da, sukutga cho'mibdi. Xo'sh, gap qiysizlar. Ras gapni qilamdi. Cho'qim ras gap qiysizlar. Nim bo'lsa shuni. Maqtashanlig'im bo'lsa, bayli o'rda ahli yetarlik maqtashqanti. Shu yetmabdi. Silni raskatni qiysin deb chaqiribdi. Shuning bilan apandi og'zini qo'yib beribdi. She'rni bir boshdan so'kishga boshlabdi. Tilining qo'polligi, vazn chaqadiganligi, ishlatgan so'zlarning rangsizligi, balog'at fasohatdan to'limi uzoqligi. Aslida buni she'r deyishning o'zimi ahmoqlik bo'ladi. Bas! Degan g'azablik vaqirashdan cho'chib to'xtagan apandim podshohga qarab ko'ribdiki, podshoh g'azabdan yerilgudek bo'lgan. Chiroyi ko'kirib, bo'yin tomirlari ko'pib ketgan. Qo'rqib ketgan apandim endi nim bo'ladi degichilar podshoh yana vaqirabdi. Navkar, labbay oliylari, mavi eshakni achchiqib, eshakning eg'iliga solab qo'yanglar. Aqliga kelguncha shu yerda tursin. Yeydigan ishchidig'imni o'qirdim beringlar. Voy bichara apandi. Rost gap qilganga to'ying. Apandimni eshakning eg'iliga solab qo'yibdi. Podshoh bu ishni unutib ketgachga xeyli bir zaman apandim shu yerda qolib ketibdi. Podshohning ishi ozmi? Davlat ishlari aldirash. Bir kunlarda Emir Temur yana bir parcha she'r yozibdi. Ammo bu she'r alomat karamet yazılgandaki ekanki, podshoh bu she'rdagi kamolatdan qilchi gumonlanmaydi ekan. Shu chaqda birdilla uning oldida yozgan she'rining shu qadar yarag'anligi yodiga yetib, uni tepib o'qib beqish, ikkisidan qaysi taqim yaxshi bilib beqish istik tug'ilibdi-da, eliq she'rini tepib o'qib beqibdi. Hatto oxirgi chiqishga mafsilasi bo'lmay qolibdi. Shunchalik numus kepdiki, darhol turlab laqlat tashlabdi. Xuddi bir jinoiy paketni o'qitib tishga oldirgan jinoyatchining jiddiyligi bilan ondan yeni yozgan she'rini tekrar o'qib ekan. O shunchalik yorqin, shunchalik go'zal,
Şunçalik hayajan bəxş. Endi derhal başkalarının bahasını anlap beqish hevsi tug'ilish bilanla efendi yadığı yetipdi. Nevkerini çoqirib so'rabdi. Şu efendim bizning heliqi Molla Nasriddin nelerdi oldu? Tehiçi eğildi alileri. Allah! Meyli gerek yok. Derhal huzurimga nazır qil. Efendim berbat halet kirib ketdi. Aylarcha eğildi qilib ketgan hali bilan. Efendim debdi padişah büyüklükini düşürmeslik tirishgan halda hatasını boynuga algandek mi qilib o'tganda bir az nahaq ketgandek mi qiladi. Şiirni keyin o'zimiz o'qib beqib haqiqatan jiddiy nuqsonlar borligini bayqadik. Ammo bugünkisi tamamen boshqa. Mana ko'rib baholab baqsizlar. Her nim bo'lsa-mu bani desizlar, tatminsizlar. Bana hoşamet emas, haqiqiy baho kerak. Efendim yana rasma deb necha takrorlab tasdiqlab bilib, she'rni o'qishga boshlabdi. O'qib bo'lib, qog'ozni astili shiraga qo'yib, o'rnidan turib, ishga qarab o'qdi. Emir Temur hayron. Hech narsa demasdan ishga qarab ketyapti. Efendiden arkasından hayranlık bilen birden qarab turib, o'z-o'ziga, nima qilyapti bu? Gap mi yo'q, so'z mi yo'q, ketyapti bu deb ko'nglidan kechirib, ovozini chiqaribdi. "Oy, efendim, yo'l bo'lsin. Nega?" Efendim xapagan bir turuq bilan keyniga burilib, ralli bo'lgan odamning jiyilichiligi bilan qiyqiribdi. "Eg'ilg'a!" Endi bugungi gapga kelamiz. Bu ikki kitobni yo'ylab adabiyot haqida gap qilamiz degan tiq emasmi? Adabiyot haqida deb ketmaydi, proza haqida. Nasriy asarlar haqida deymi? She'rga tushimiz batmaydi. Prozada ikki muhim omil var. Biri tafsilat, biri tasvir. Uyg'urlarning vatanda nashr qilingan romanlari yoki umuman proza asarlarining hammasi degidek tafsilotga tayangan bo'lib, tasvir nihoyat oz. Hozirgi zamon dunyo adabiyotining yuzlanishi bo'lsa, tasvirlarning mo'lligi. Tasvir orqali tilning qudrati namoyon qilindi. Tasvirlar qancha ko'p, qancha inchga, qancha o'xshab bo'lgan sari mahoratning yuqoriligi gavdalandi. Farhod Tursunning Cho'ng shahar romanining birinchi bo'ligi ingliz tiliga tarjima qilinib nashr qilinganligi mana shu tasvirlarning mo'lligi, tafsilotning ozligi, tasvirlardagi inchkilik til mahoratini namoyon qilish. Arqa ko'cha dunyo adabiyoti e'tirof qilgan birdan bir Uyg'ur romani. Ba'zilar tarjima qilingan bir muncha romanlarni ko'rsatishi mumkin. Uni desangiz, Temur Davomatning she'rlar to'plami Yaponiyada nashr qilingan. Biz vatandik chaqdilar. Jangzimin oltin nur chaqnab turgan qo'lyozmasi bilan Yaponcha nashrining kitob ismini yozib berdi deb xabarda chiqqan-ku. Buning o'zila chet el adabiyot sohasining e'tirof qilganligini ko'rsatmaydi. Ya'ni chet el tiliga tarjima qilingan bo'lsinlar, chet elda nashr qilingan bo'lsinlar, dunyo adabiyoti tarafidan e'tirof qilinganligini ko'rsatmaydi. Undan olmasa Temur Davomatning she'rlar to'plami dunyo adabiyoti tarafidan e'tirof qilingan bo'lib qoladi. Masalan, bir muncha romanlar tarjima qilingan bo'lsa-mu, Uyg'ur romanlari. Bularni chet elliklar yoritib kelib, tanlab tarjima qilgan emas. Uyg'urlar o'zlari tarjima qilib, dunyoga tangmoqchi bo'lgan kitoblardir. Ya'ni dunyo ahliga tengayotgan gap. Va bizninkini o'qib baqdi. Masalan, Türkçe'ye tercüme kılınan kitaplarını mana shu jumladan deyishga bo'ladi.
Uyg'urchasini Uyg'urlar o'qiydigan, türkçesini Uyg'urlar o'qiydigan vaziyatdagi tarjimalar. Demek proza eserlerinin tasvirga yuzlanishi tunji qitim Farhod Tursun tarafidan ro'yobga chiqqan bir ish. Uyg'ur adabiyotida. Yana bir yangilik bo'lsa, hech ish yuz bermaydigan asarlar. Uyg'ur kitobxonlarining abstrakt tafakkuri ojizlab ketganlikdan mavhum tasvirlardan tat ololmay chapsalli zerikidida qiziq emasga deblar kitobni cho'rib tashlaydi. Uyg'ur kitobxonlarining kitobdan kutadiğini nayt qiziq, dramatik to'qinishlari bo'lgan, yomonlik bilan yaxshilik orasida keskin kurash bo'lib, oxirisida yaxshilik g'alaba qiladigan turdagi voqeadir. Ammo hozir dunyo adabiyotida hech yuz bermaydigan hikoyalar maydonga kelib, ko'nrashga boshladi. Masalan, Kanadalik Alice Munro degan ayol Nobel mukofoti oldi. Uningki asarlarida umuman hech yuz bermaydi. Uyg'urlar kitobxonlar kutadigan alomat, karomat, qo'rqinchlik yoki hayajonliq yoki kishini jiddiyleştirdiğin iş narsa yok. Ama bizning kitobxonlarimiz hala Jangnamilar davridagi zo'qilni saviyasida to'xtab qolgan. Aslida kitobxonlarning tafakkurini yozuvchilar yetaklaydi. Yozuvchilar turg'unlikda asar yozayotgan, ya'ni burunqisini takrorlayotgan bo'lsa, burunqisiga taqlid yoki o'z-o'ziga taqlid shaklida. Bu turg'unlik kitobxonning tafakkurini, zo'qilnish saviyasini turg'unlikda tutib turaveradi. Yozuvchi tafakkurda cho'nqurlagan siri kitobxon uning ergishib cho'nqurlaydi, uning tafakkuri taraqqiy qiladi. Ammo bizning yozuvchilarimiz taqlid. Birinci qitim qamlashtirib qolgan deftugan romanға ikkinchi qitim taqlid qiladi yani. O'ziga taqlid yoki bir-biriga taqlid. Endi mening kitobimdagi hikoyalardan birini o'qiganlardan biri. Burun torda e'lon qilingan vaqtda o'qigan bo'lish kerak. Uningdagi axloqiy cho'kintiga duchor bo'lgan ayolning jinsiy hayotining inchik tasvirlari haqida hayronlikmi, yoqtirmaslikmi, tanqidga o'xshab ketadigan bir inkasda bo'ldi. Adabiy asar hayotning yansımasi. Hayotda gulzorlikmi bor, axlatlikmi bor. Shuningdek, adabiy asarmi hayotda bor bo'lgan ish-harakatlarni tasvirlaydigan bir tür. Faqatli gulzorlikni yazsam bo'lmamdi degan talab bak oqilona hisoblanmasi kerak. Chekdan oshgan ishlar tashviq qilinayotganda yo'q. Bunisi muhim. Agar asosiy iqlim kitobxonga sunilayotgan oxirgi natija nima? Buni qarash kerak. Bir asarda ma'lum maqsad bor deyilsa, uni yorqinlashtirish uchun uni faqirtib ko'rsatishga yaraydigan sahna hozirlanish kerak bo'ladi. Ya'ni bir adabiy muhit yaratildi. Mana shu muhit ichida ideya chaqnaydi. Agar inchik tasvir bo'lmasa, bir necha og'iz gap bilanla qizning axloqi buzilgan desak, aqidillar keyin axloqi tuzilib yaxshi bo'lib ketdi deyishga to'g'ri kelamdi. U holda bu adabiy asar bo'lmay maqola bo'lib qoladi. Muhit yaratish Newtonning 3-qonuniga o'xshaydi. Ya'ni bir qismiga bir jismga tushgan besim qanchalik kuch bilan tushsa, shunchalik qarshilik uchraydi. Newtonning 3-qonuni shu-ku. Adabiy asarda nuqtai nazarni yorqinlashtirish uchun muhit yaratildi. Bu muhit xuddi oltin javohiratlarni eng yorqin va jalbkor ko'rsatish uchun duxovi teglik qutilarda ko'rsatganga o'xshash. Avval biz yaymoqchi bo'lgan melimizni yorqin ko'rsatish uchun bir zaminga ehtiyoj bo'ladi. Mana bu zamin muhit yaratish deyiladi. Adabiy muhit.
Bildirmekçi bu oğlunuzda kitapxonning siz o'ylagandek kuchli his qilishini qo'lga keltirish uchun ta'tir tarafga qancha egsangiz o'zingiz tarafga chiqadigan natija shuncha kuchli bo'ladi. Qarshi tarafga shuncha kuchli tepadi yani. Xuddi bir avrishim metallni qarshi tarafga qattiq egdirish uchun, nima, tegdirish uchun o'zingiz tarafga qancha bek tassangiz tersiga shuncha kuchli tepgandek bir ish. Yani Newtonning 3-qonunida ko'rsatilgan fizikalik hodisiga o'xshash. Bir yaxshi odamni keyin texmi yaxshi bo'lib ketdi desangiz ta'sirli bo'lamdi. Yoki intayin to'qi-po'qi bir odamning keyin odamga aylangan ta'sirlikmi? Jinsiy tasvirlar adabiy asarlarda saqlangan bo'lmaydigan bir ahvol. Lekin buning zaruriyat yoki emasligi mumkin. Axloqi buzilgan birisini tasvirlashda bu zaruriyat. Lekin ba'zi asarlarda faqat yosh kitobxonlarni qiziqtirish uchun qasddan qo'shilgan jinsiy tasvirlar bo'ladi. Masalan, Ona yurt romanida bir muncha jinsiy tasvirlar bor. Bularning zaruriyatini o'ylab ko'rganlar bormi? Yo'q. Chunki ma'budga aylangan bir avtorning asari bo'lganligi uchun uni o'ylab o'tirmaymiz. Rostini desam, gunoh bir ochiqdan qarashi g'azabdan tug'ilgan bir asar. Ma'lum bir janob Uyg'urcha chalib biladigan, ammo boshqa tilda maqola yoza oladigan bir janobning Uyg'ur tili haqida degan kamsindirish ma'nosidagi gaplar tufayli maydonga kelgan. Ya'ni bu janobning boshqa tilda yozilgan maqolasini birisi Uyg'urcha tarjima qildi ekan. U bu tarjimaga ishonch qila olmagan. Ya'ni Uyg'ur tilining ifodalash qudrati mening maqolamni aslidagidek kuch bilan ifodalayadimi yo'q, bilmayman degandek so'zini anglab qoldim. Mana shuning bilan Uyg'ur tilining nimalarga qodir ekanligini bir ko'rsatib qo'ygim keldi. Buning uchun insonning ruhiy dunyosini ifodalash eng nozik va qiyin bo'lganligini nazarda tutib, bir ayolning ichki dunyosini tasvirlash qaroriga keldi. Mana shunday qilib bu mavzu vujudga chiqdi. Buningga bu ayolning yoshlikdagi shaytonning keyniga kirish tufaylidan umr bo'yi tatgan iztiroblari, ehtiroslari, pushaymonlari, achchiq ko'z yoshlari va oxirida tavba qilib taqvodor mo'minaga aylanishiga qadar bo'lgan hayot sarguzashtisi ichki kechirma shaklida bayon qilindi. İkinci hikoya kasal. Bu qanday kasal? G'alati bir xil kasal. Ish qilib qanday kasal ekanligini o'zingizga o'qib baholab boqarsizlar. Bu yerda oldin deyiladigan bir gapim bor deb qilmaydi. Üçüncü hikoya köpük. Buni nima ish köpük deb ism qo'yganligimni o'zimga aytib berolmayman. Hikoyada köpükka aloqador hech qanday mazmun yo'q. Shunga qaramay, nima ish köpük? Buningmi o'quvchi qarori bersin. Buningda bir odamning o'xshamagan 4 xil muhitdagi 4 xil psixik holat tasvirlangan bo'lib, donolikdan saranliqchi bo'lgan o'zgarishchan xarakteri yo'ritishga tirishilgan. Bu meni eng qiynagan hikoyalardan biri. Nayda uzun yillik hapilish tarixi bor. Vaqt bek ko'p sarf qilingan bo'lsa-mu, oxirida yanada o'zimni qanoatlantirayligini yo'q. Ana til muhitidan ayrilgan ko'chman hayoti yashayotgan qarindoshlarim buni cho'qim tushunalaydi deb o'ylayman. Oxirgisi mavzu o'rnida bir savol belgisi bo'lgan hikoya. Mavzusi savol belgisi. Bumi bir ayolning xiyoliy dunyosi. Bu tuyuqsizlik maydonga kelgan bir asar. Plandimi yo'q, to'plamga oldingi 3 romanchaqni atab, köpük bilan jan qiynab, shu pusullam kitobni bosmaga berib ketdim deb yurgan kunlarning oxirgi paytlarida birdan paydo bo'lgan bir xiyoldan mana bu 4-inchisi maydonga keldi. Bir tiniq qilib turib qarab o'tdim.
meni qilch qiynamadi. Buni putkizgan chog'imda ko'pik hala meni qiynashni davom qilyotdi. Oxirgi bir g'ayrat bilan ko'pikni bo'g'ini bo'la deb oxirgi ko'zdan kechirishda azroq to'liqlab bo'ldi qilib etdim. Boshqalari tayyor edi, to'plam hozir bo'ldi. Oxirgi savol belgisi mavzuliq hikoyamda ba'zi g'alatiliklar bor. Birmi personaj ismi işletilmedi. İki u var. Yani üçüncü şahıs almışı u. İki u'nun birisi ayal u. Yani birisi er u. İkisini farklandırış için şart belge işlettim. Bu edebi eserlerde görülmeyen bir kılık. Belki bir yenilik yaratkandı ben. Cezim kılanmayım. Okuganda şart belgini u deb o'qishinglar gerek. Belgilardan biri ayol u, biri erkek u. Hikoya bir qabohatli xiyoldan iborat. Xulos kalam, gunoh bir tiniq til yozilgan asar bo'lib, shuning qaramay ko'p qitim ko'zdan kechirildi va har qitimda bir necha jumla qo'shilib turdi. Ta 2013dan beri. Bikaosanla bu romanchaqni o'qib baqqım kelib turibdi va har o'qiganimda chakchanmas qistirishdan saqlanmaydim. Bu romanchaq garchi xalq cho'chaklardagi qiliplashgan oxirlashish, yaxshilikning g'alaba qilishi yoki baxtiyorlik bilan tamomlanish turida ko'rinsa-mu, ammo sunniy emas. Meni hech qiynamasdan bitgan bo'lg'achqa jazm qila olmaymanki, kitobxonimni qiynamaydi. Kisel mu bir tiniqti bitgan asar. Lekin uni asosi odatimga aylanib ketayotgan erkin yozish shaklida yozmadim. Bosh qahramonimning qirlarini to'liq gavdalantirish uchun uni o'xshamagan so'rinlarda qaynashtirishim kerak edi. Shunga o'xshamagan sahnalarni hozirlab chiqish uchun xeyli boshqa turdim. Normalda boshqa asarlarda sahna hozirlashlarga voqea qurashtirishlarga beshimni faqatla qatılmasdan bir boshlab olgan paytda qalamni erkak qo'yuvdiman. Ammo Kisel sahna yasashga xil o'ylandim. Bu asarning maydonga kelishiga sabab bo'lgan bir uchqun shu ediki, Vladimir Nabokovning bir romanida bir kishining biliq tutish kesili bo'lib qolganlik tilganlik ekan. Anlab baqqanman, biliq tutish kesili deydigan kesilni. Bu mening tafakkurimni g'idiqladi. Mush gap. Chunki men hayotimda ko'rgan qiziq qiliqlarni, ajoyib xarakterdagi kishilarni, to'g'ri deb yaqin tutib qolganda qiliq ifodalarni birdilla yodimga oldim. Ash gap bilan. Demak, mushularni bir turdagi kisel ekanda deb o'yladim. Masalan, yog'ochchilik kesili. Aytnami kesil. Munozara kesili. Ba'zi odamlar cho'qim munozirlashish bilan zaruriyatsiz oldi. Cho'qim yengib chiqmasa unimaydi. Yengib chiqmoqchi bo'ldi qilmaydi. Aslida bu bir kasallik. Mana shunda degandek va birdilla mush ishlar yodimdan kechib, mush asar maydonga keldi. Bir qistirim qilib qo'yay. Bu kitobga aloqasiz bo'lsin-mi? Bir eg'iz gapdan bir diqqat tortmag'dek ko'rinishdim. Bir butun asar tug'iladi desam, hayron qilayotganlar bordir balkim. Mening Savdo nomli romanimni mana shunday maydonga kelgan. Bir eg'iz gapdan. Kayseri'de bo'lgan kunlarim edi, Turkiyada. Yil 2007 bo'lsa kerak. Uyg'ur mahallasidagi kishilar haqida parang qilib turayotgan bir qarindishim shu kunlardan sal avval vafot
qilgan bir buvayni eslab qoldi. Dediki, o kishi oxirgi ömrüde sal elishib qolgan edi. O'zini yakanda yashayotgandek o'ylaydigan bo'lib qolgan. Daimla yakandagi birisining uyiga kirdim deb o'ylab, birlarining eshigini qaqatdi. Menim sho'ldab ketgan shu gaplarni. U mana naqadar bir kuchli bir chaqmoq chaqqandek bir gapni qilganligining farqida emas deb turayotgan odam, ammo mening kallamda chaqmoq chaqilgan shu vaqtda. Menim sho'ldab ketgan. Bu vatan savdoligi edi. Tushundimki, buvaydikisi vatan savdoligi edi. Ölümge yaqinlashgan siri ona vatanning dardi, yo'qotish, mahrumlik voyaga yetadiganligini ko'rib yetdim. Men gipi bo'layotgan buvayning qalbini aynan ko'rayotgandek bo'lgan edi. Demak, vatanning sevinchi, ishqi, savdoligi shu qadar kuydikanki, kishi o'zini vatandagi mahallasida his qilib, vatanda qolgan do'stlarining uyi deb faraz qilingan eshiklarni qaqir ekan. Mana shu buvayning savdolik qilmishi Savda nomli romanning tug'ilishida sabab bo'lgan edi. Boshqalarda qanday bilmayman, ammo menda har qachon mana shunday bir og'iz gapdan oddiy bir sabablardan bir asarga ilhom tug'ilib qoladi. Ko'pik meni bek qiynagan asar. Hala mukammal emas. Kitobxonlarni meni qiynagandek qiynamu deb ansirayman. Bek uzun yil yozdim, bek ko'p kuch ketdi, vaqtni ko'p ketdi. Hala chala. Endilik savol belgisi mavzu qilingan asarmi g'alati bir xiyoldan tug'ildi. Bir tiniqtilib tutdim. Şu kitobxonimni qiynamaydi deb ishonaman. Oxirida adabiyot sohasidagi qarindoshlar, yozuvchilar, kitobxonlarning savollari bo'lsa, savollar asosida yeni suhbatlarni qilishga qiziqadiganligimni bildirib qo'yaman. Yana nimalarni so'zlash kerakligini aqlimga keltirolmadim, qarindoshlar. Şuna savollaringlar mana shunday hollarga to'g'ri bo'ladi. Meni suhbatga boshlashga. Buguncha bu ikki kitobga yo'lab, ashinchilik so'zlab turay qarindoshlar. Yana bir qatim ko'rishguncha Allohga omonat.